Ushbu video ba'zi bir ayollarimiz uchun. Hurmatli opalar, ayollar, bilasiz, men notariat sohasiga oid postlarni qo'yib boraman. Lekin shu postlarni qo'yish jarayonida ko'p ayollarimizdan, ya'ni ba'zi bir ayollarimizdan aliment sohasiga oid savollar kelib tushyapti. Ya'ni qanaqa savollarki, men erimdan aliment undira olmayapman yoki ajrim bo'lmaganligi uchun undirishda iloji bo'lmayapti degan savollar bilan har xil murojaatlar kelib tushmoqda. Shuni sizga aytib o'tmoqchimanki, alimentga berish uchun ajrashish shart emas. Ajrashmasdan turib ham turmush o'rtog'ingizni alimentga bersangiz bo'ladi. Bu uchun qanaqa holatlarda bo'ladi? Deylik, kimdadir turmush o'rtog'i ko'chada ichib yuradi yoki pul topadi-da, uyga pulni olib kelmaydi yoki boshqa narsalarga sarflab yuradi. Shuning uchun ba'zi bir holatlarda ba'zi bir ayollarimiz majbur bo'lishadi o'sha bolalarini boqish uchun o'sha pulni uyga olib kelsin, ya'ni bolalarini boqsin degan maqsadda alimentga qaratishi mumkin. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, negativ yozmasdan tegishli ayollarimizga jo'natib qo'ying.